Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Uzun tumani bozoriga keldik. Surxondaryo viloyati Uzun tumani bozori. Bu yerdagi chorva mollariga hamda mana dehqon bozordagi tovarlarning narxini ko'rib chiqamiz. Bu ko'chadagi yo'lma bozori. Arzon kiyim-kechaklar bor. YouTube kanalimizda ko'rib boramiz. Ya, hadi yaşlısın. Uzun tumani dehqon bozori. Bozor ve akıl alıp bol kısılar. Hoş gözümadı. Şerif laytayım. Ha, ayting aka, she'ri bilan ayting. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat o'zimiz. Sizdan Murish Petro bo'ladi. Aha. Hoşga zira Petro, hoşga zira hoş gözümadı. Aka, she'ringizni bitta bo'lsin. Hoşga zira hoş gözümadı. Labiga bo'yoq, sochiga taroq. Qo'shini qoraytiradi, belini toraytiradi, sana cho'ydan bo'ladi. Ham malolasiz. Ichgan, yegan qarimaydi, qarisam o'lmaydi. Tabiiy toza mahsulot. Qo'yil lekin aka, mayli. Qiling xalq ko'rsin, arzonroqdan qilib beramiz. Eshiklar nechi pul aka? Eshiklar mana shu 1.800.000 so'm, Moskvanchilar sizga joyidagi. Birimdan nechi pul? 1.800.000. 1.800.000. Stanovkasi bilan ichi bilan 2.200.000 qilib beramiz. Ha, bo'l. Pomidorlar nechi pul? Bu? Yong'oqlarchi? Ha, mayli. Mayli, xo'p. Ha. Pistalar nechi pul aka? 170 mi? Voha sporti degan kanal. Yo'q, ey. Mana aka keldi. Hozir bir. Assalomu alaykum. Aka nechi pul oldingiz? Ha? 47. Ha, 40 ming oldingiz, ha? Ya'ni 4 million, ha? Nechi pul deysiz, Hoji bova? 4,5. Ha, 4 million 600 ming. Yaxshi Qo'chqor aka. Ha, jiyan. Qandaysiz? Va alaykum assalom. Mollar, qo'ylar narxi qancha masalan? Yaxshilab do'stlarsiz. Shukr. O'zlar qanaysiz? Sizlar? Mana mana shu eshikni olib tursam. Necha pul ketyapti? Shular narxini bilishim kerak edi. Ha, yo'q, aynan sotilgani kerak-da.